Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim birinci kısım. Yalgan hadis doğrusida. Birinci, yalgan hadisning paydo bo'lishi. Hammamizga ma'lum, mushu islom diniga qadar barliq dillar o'zgarib, yalgan so'z, tuhmat, afsona, rivoyat, hikoyalarga to'shib ketdi. Yahudiylar, nasoralar, din dushmanlari mushu islom diniga suiqasd qilyotdi. Uydurma, yalgan, Isroiliya hikoyalarini qo'shib qo'ymoqda. Allah bu to'g'risida ularning dinini o'zgartganligini, Tavrat, Injilni o'z qo'llari bilan o'zgartganligini, qo'llari bilan yezib, buni Alloh dedi deb o'rtanchaplaganligini so'zladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir musulmon bilan bir Yahudi birga bo'lsa, cho'qim shu Yahudi musulmonni o'ldirishga urinadi degan. Ibn Kasir tafsiridan. Agar ularning suiqasdi bir musulmonga shundoq bo'lsa, islom diniga va barliq musulmonlarga qandoqda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda mendan keyin 30 kishi payg'ambarlik da'vosi qilib chiqadi, texi 4 ayol kishi degan. Bu xil hodisa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayot chog'ida yuz berib, Musaylama kazzab chiqqan. Albatta bu yolg'on hadis chuqum chiqadi degan bo'ladi-da. Yana kimki menga men degan so'zni buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan deb yolg'on so'zlab do'zaxga kirdi degan. Bu hadis muttafaqun alayh, mutawatirdir. Yana kimki hadisning yolg'onligi ko'rinib tursa, yana yolg'on hadisni so'zlasa, umi to'qchiqchiga o'xshash kazzab hisoblanadi. Ikki kazzabning birisi shu degan. Bu hadis Ahmad rahimahulloh alayning musnadda bor. Yana nurg'un kazzablar chiqdi. Azar qilinglar degan hadis sahih. Fiqh olimlar yolg'on hadisni anglab turib, radiya bermasa, jim o'ldirsa, umi kazzab sanaladi. Chunki shu kishi sababli kishilar shu hadisni yoki yolg'on fatvoni rostga tushunib qoladi degan. Amaliyotda nurg'un yolg'on hadislar mavjud bo'ldi. Hatto kitoblarmi oshkorlandi. Biz yuqorida degandek bu qilmishning jinoyati ig'ir, qadimki islom xalifalari yolg'on hadis to'qqichining kallasini olgan. Bundoq bo'lmasa, bu din bu chaqqichi yo'qoladi. Yolg'on hadis to'qish qat'iy harom ishdir. Do'zaxga kirib ketadigan ishdir. Bo'lmasa biz buncha avar bo'lib xizmat ishilmagan bo'lardik. Yolg'on hadis islohda mavzu deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam demagan bir so'zni dedi desa yoki qilmagan bir ishni qildi desa, bu yolg'on hadis to'quvchi bo'lib, jinoyatchi hisoblanadi. Bu islom dinida ig'ir jinoyat, qattiq harom ish. Bunda hadisni deyishmi, so'zlab yurishmi durust emas. Faqat bizga o'xshash ma'vo yolg'on deb qo'yib ogohlantirsa, yolg'on degan so'zni deyish oshkorlash bilan nazar qildirsa, xatolikdan to'sib durust bo'lmasa deb berishkim bo'lmaydi. Hozir biz nurg'un bid'at yolg'on hadislarni deb qo'ysak, amal qilib ketgan ahmoq kishilar, nodon jahil mullalar mavjud. Qattiq diqqat qilish lozim. Yolg'on hadislar shu hadislarni to'qib chiqishining iqrori bilan taniladi yoki tarix orqali topib olg'ili bo'ladi. Ravi tarixni, yilni, makonni so'zlaydi. Amaliyotda undoq chiqmay qoladi-da, biz shu an yolg'onni bayqaymiz. Tarix muhim qurol hisoblanadi. Yoki ravi hadis so'zlikchi, mazhab tarafbazi, boshqa yot aqida, partiya, guruh, millat tarafbazi bo'ladi-da, yolg'on chiqadi. Olimlar har xil tadqiq qilib, oyatga sahih hadisga zid muxolif bundoq yolg'on so'zlarni asollab bilib oladi. Shunga mushundoq kitoblar to'plandi. Mo'minning qalbi farosat bilan ko'radi, his bilan tununadi. Yolg'on hadis islom diniga zo'r ziyon soladi. Din ofati hisoblanadi. Alloh va Rasulullohga tuhmat bo'hton qilishdanmi og'ir jinoyat yo'q. Musulmonlar aldanadi. Xato hukm, xato fatvo berilib, halol harom, harom halol qilinadi. Ixtilof, ziddiyat to'qinishlar chiqib, ofat yamraydi. Buning ziynini so'zlab terib bo'lmas. Azar qiling. Yolg'on hadisning maydonga chiqish sabablari. Birinchi, ba'zi kishilarni ibodatga qiziqtirish, haromdan to'sish, zohidlashtirish, sofizm qatorliq sabablardan Alloh roziligini ko'zlab yolg'ondan hadis o'qiydi. Yoki mubolag'a qilib rostni yolg'onga aylantiradi. Yoki biror eg'iz so'z qo'shib qo'yib burmlaydi. Savob kutib qildim deb qoladi. Amaliyotda xato. Xuddi Bayzaviyning har bir sura oxirgi yolg'on hadisidek, bu hadisni to'quvchi ixtiro qilib, men kishilarning Qur'ondan yuz o'rib, fiqhga dunishkunni ko'rib, Qur'ondan ko'p o'qisin deb to'qib chiqqan degan. Bu kishining ismi Maysarat ibn Abdurrabbih bo'lib, Ibn Abban Zu'afa degan kitobida so'zlagan. Ikkinchi, ba'zilar mazhab, partiya, guruh, siyosat sababidan yolg'on hadis to'qib chiqqan. Xuddi Shialar Ali insonning yaxshisi degandek, boshqalar Abu Hanifa ummatimning chirg'i degandek. Bu ikki hadis yolg'on. Uchinchi, ba'zilar bo'libmi dinsizlar islom diniga suiqasd qilib, yolg'onni so'qib chiqqan. Hatto tafsirga qasd qilgan. Lug'atdim shu. Xuddi mendan keyin payg'ambar kelmaydi degan hadisning oxiriga, lekin Alloh xolisa degandek so'zni qistirgandek. Aqida ibodatdan nurg'un bid'atni paydo qilib, islom diniga zo'r ziyon ofat soladi. Bular har doim mavjud. Yahudi nasronlar va dinsizlar qaranglar. Ularning har xil fitna fasod bilan dini, aqidani buzish, shaytonlashtirish harakatiga diqqat.
To'rtinchi, yana ba'zilar podshoh, xalifaga, ustoz, olimlarga yaqin bo'lishni ko'zlab hadis to'qiydi. Kaptar vaqasidek. Beshinchi, ba'zilar bo'libmi tarixchilar, qisschilar hikoya to'qib, pul-mol tepib, kasb qilganlar yolg'ondan to'qib chiqadi. Oltinchi, ba'zilar shuhrat, yuz obro'yni deb yoki manmanlik bilan bilimdorlik qilib to'qiydi. Yana ba'zilar nodonlikdan hadisga bosh so'zini qistirib anglab, hadisda so'zlab yoziladi yoki yozib oladi. Ba'zilar hokimiyat dinsiz bo'lib, ulardan qo'rqib, yolg'on yovda qadis, afsona hikoyalarni to'qib, kishilarni qaymoqtirib, ozg'in maosh setilib, jonbaqar ko'chiga kirib olib, yolg'onni to'qiydi. Ba'zilar jinga ishinib, yolg'onni to'qiydi. Bo'libmi sopizimda yolg'on hadis, yolg'on hikoya, afsonalar samandek ko'p, hazar qiling. Ba'zi olimlar bilib bilmay savalligidan tafsir kitoblarga yolg'on hadis, yolg'on hikoya, Isroiliya to'qilmalarini kiritib tag'an. Masalan, Su'labi, Vahidi, Zamaxshari, Kashshafida, Bayzavi, Shavkanilardek. Olimlar uni hozir aniqlab, to'slab to'g'rilab bo'ldi. Eng xatarliki dinsizlardanmi bekak ziyon solayotgan kishi munbar ustidagilar. Dinsizning so'zini kishilar anglamaydi, anglasizmi qabul qilmaydi. Nodon turk mollalar munbar tepida billatda yolg'on hadisni, afsona hikoya Isroiliya to'qimasini o'qisa, kishilar qabul qilib ketdi. Uni to'sgan haqiqatlar har xil bo'shdan turkmakda qoldi. Alloh adavini berar, ya hidoyat qilar. Amin. Allah hammaga qodirdir. Uchinchi, yolg'on hadislar mavjud bo'lgan kitoblar. Biz yuqorida so'zlagandek masabiydimi zaif hadislar ko'p bo'lib, hatto yolg'onlar mavjud ekan. Undan boshqa Durru Tunnasihin, Tanbihul G'afilin, Daqaiqul Axbar, Rabg'uzi yozgan Qissasul Anbiya. Biz yuqorida tilga olgan bir qism tafsir, jumladan Kalbiyning tafsiri, Sopizmlar tafsiri, Kashshaf va boshqalar. İmam G'azalining Ihya degan kitobida zaif hadislar, hatto asli hadislar mavjud. Ibn Jawziy bu kitobga qarshi bir kitob yozgan. Yuqorida deyilgan Xuzaining yolg'on hadislari Arbaun Vad'aniyat, ya'ni 40 hadis ekan. Ali radhiyallohu anhuning vasiyati nomli hadislar butunlay yolg'on. Bu kitobda nurg'un so'zlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'iz Aliga vasiyat qilganmish. U yolg'on. İmam Suyuti Lalai degan kitobida shunday so'zladi. Zaif va yolg'on hadislar bor kitobdan birisi Ibn Abi Dunyoning kitobi. Hozirmi bozorlarda nurg'un kitoblar bor. Siyer to'g'risida, sirlar to'g'risida, Xazinatul Asrar, tush ta'birlaridek. Zaif hadislar mavjud deb qaralgan kitoblardan Buxayli yolg'iz qilgan hadislar, Ibn Adiyning Xatibu Bag'dodiyning, Ibn Asakirning tarixi, Daylamining Musnadul Firdaus degan kitobi, Hakim Mustadrak. Buning 4 temir zaif 100 yolg'on hadis bor. Bu Zahabiyning so'zi. Ibn Jarudning kitobi zaif. Bu delil isbotlar Usayminning Mustal hadisidan ilindi. Usaymin rahimahulloh alayh Payg'ambar alayhissalomning qabrisini ziyorat qilish hadislari. Rajabning fazilat to'g'risidagi Xizrning hayotlik to'g'risidagi hadislar. Bo'libmi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot bo'lganda kelgan degani butunlay yolg'on degan. O'zining kitobidan. Bu ondan yolg'on hadislarga musoqlab bir necha hadislarni keltirdi. Masalan, Arablarni 3 ishdan yaxshi ko'rsanglar bo'ldi. Birinchi men arab, ikkinchi Qur'on arab tilida, uchinchi jannat ahlining tili arab tili degan hadis yolg'on. Ummatimning ixtilofi rahmat degan hadis yolg'on. Helali o'ldigandek ibodat qil, menga yashagandek tijorat qil degan hadis yolg'on. Hubbul vatan minal iman, ya'ni vatanni yaxshi ko'rish iymon jumlasidan degan hadis yolg'on. Mana shunday misollarni keltirib, bularni yolg'on degani. Alloma Harimayning ustozi Shayx Muhammad ibn Salih Usaymin edi. Delil isbot to'liq uning hadislar atalg'ular nomli hadis ilmiy tadqiqoti kitobida yana bunday so'zlar ilindi. Kishilarni hazar qildirish uchun mashhur imomlarimizdan Abdurrahman ibn Jawziy rahmatulloh alayhining vafoti hijriy 597. Mavzuatul Kubra, ya'ni yolg'on hadisning eng so'ng kitobi nomli kitobi Imom Shavkaniyning vafot 120 hijriy yolg'on hadislardagi, ya'ni to'plamning foydasi nomli. Ibn Iraqiyning yolg'on hadisdan pok shariatni tozalash degan asari qatorli kitoblarda yolg'on hadislar to'plangan degan. Usayminning deyishicha yolg'on hadisni to'quvchilarning mashhuri xalifa Abu Ja'far Mansur darg'asiga Muhammad ibn Said degan kishi bo'ldi. Bu kishi mendan keyin payg'ambar kelmaydi, lekin Alloh xolis keldi degan hadisni to'qgan. Shuning uchun darg'asilgan. Ondan keyingisi bo'lsa Issoq ibn Najihul Multi, Ma'mun ibn Ahmad Arvi, Muhammad ibn Sa'iba Kalbi, Mughayrat ibn Said Kufi, Muqatil ibn Sulayman, Vaqidi ibn Abi Yahya qatorliqlar Kazzab, Abdulkarim ibn Abil al-Avija degan kishini Abbos xalifalikka bir xalifa qilib olgan. Usaymin biz yuqorida tilga o'tgan 5 xil sabab so'zlaydi. Misollar kitobida tafsili yozilgan. Ikhvanus
Safa degan kitobdimi yolg'on hadislar bor ekan. Abi Nastu Rumiyning, Basharning, Nuaym ibn Salimning, Xarrashning, Anasning qilgan hadislari, Dinarning hadislari, Abi Adbatning Musnadi, ana Sulbasirning, Sam'anul Mahdiyning hadislari butunlay yolg'ondir. İmam Soğani rahimehullah şunaq deganki, İmam Ahmad rahimehullahning nomidan nurg'un hadislar xotirlangan. Amiyatda bular muhim isbotlanmagan. Hikmetul Veda en Abi Derda, yani sahabe Abi Derda'nın hoşsuz nutqi degan kitobmi yolg'ondir. Biz yuqorida tilga olgan kazzoblarni Usaymindan boshqa Ibn Jaziymi burunla kitobida ular kazzoblar degan. İmam Muhaddis Nasai mundaq deydi. Meşhur yolg'on hadis to'quvchilar 4 bo'lib, birinchi İbn Abi Yahya Madinada, Vaqidi Bag'dodda, Muqatil ibn Sulayman Xorasonda, Muhammad ibn Said Darg'asuvon kishi Shamda. Deylemi mundaq degan. Abul Fazlining Urus degan kitobi bakm ojiz bo'lib, uningga tayinish bo'lmaydi. Hadislari munkar degan. İmam Zahabi mundaq degan. Hadislari hujjat qilinmaydigan, amalni qilinmaydigan nurg'un kazzoblar bor. Azar qilinglar. Endi biz Müslimning muqaddimasidan azroq tushuncha berib o'tib, hadislarni tarjima qilishni boshlaymiz. Eskartish: Sahih Müslimning hadislarni tarjima qilishda uzun isnodlar tark etilib, eng oxirgi kishi sahobalar tilga olindi. Takror hadislarning eng oxirgi tarjimasi qo'shib, biroqli berildi.